Jigarni qanday asraymiz? Yana jigarni may qaplash, qon quyuqlik, qonni may qarta, qanday kutinish qilamiz, qanday oldini olamiz. Oldingi filmda mush aholininki xatri, buni kelib chiqargan kasal to'g'risida o'rtoqlashdik. Bu filmda mushni oldini olish va kutinish to'g'risida oddiy qo'llanishchan yaxshi savatini bitma, ajim uchun bir yurak belgisi deb so'zlashib qolgan. Yana qon quyuqlik, qonda may bulashni oldingi filmda deganimizda jigarni may qaplash, jigar zaiflashish, jigarning iqtidori mas chiqish kelib chiqadi. Bunda olsa hem de bu jigarni may qaplash, jigar zaiflashish, jigarning besimi ortib ketish, jigarning issiqlashib ketish degan mush ahvolni zalim nima kelib chiqadi? Eng avval o'ylayotganimiz bu bilak degan osmondan chiqib qolmaydi. Bizning nachar yemak-ichmak odatimiz, nachar turmush odatimizdan kelib chiqdi. Birinchidan, haddidan ziyoda mayli tomoq, haddidan ziyoda mayli go'sht. Endi menda maslahat so'rayotgan qarindoshlarga qat'iy go'sht yemang demayman. Go'sht yemasak bo'lmaydi. İmmun gücümüz çıktı, beden acizlab qaldı. Lekin yemayotgan go'shtlar bor. Yana tunu kebab, zix kebab, qozon kebabları, tavuq kebab, qiymaliq tomoq, qasqon tomoqlar. Manda narsalar bevosita jigarning issiqini oshirib, jigarning besimini yuqoritib. Biz qanday go'sht yeymiz deganda, yerlik aqlan qo'yning go'shtlarini o'zimiz oilada sho'rib yesak bo'ladi. Katta, bochka, biliq, g'oz, o'rdak, qirg'ovul, bo'din degandek yigirib o'tgan uchar qanotning go'shtli bo'lsa, buni yesak bo'ladi. Ikkinchidan, xizmat besimining oldirashchiligi, turmush besimining ig'irligidan sirtdan ko'p tomoq yetgan bo'lib ketdi. Endi menda desam, sirtda oshxona ochgan qarindoshlar tilab ketmanglar, meni otam oshpaz. Ham ma'mi sirtdan ko'proq tomoq yeb qolgan xizmat sababi. Endi bu tomoqni og'zimizga tetish uchun nurg'un xurishni sotib, nurg'un tetitqini sotib, buni samizda og'zimizga tetimiz yemaymiz. Endi mushu tetitqinmush xurishlar bedenge kirgandan keyin bu qon quyuqlikni kelib chiqardi. Jigarga o'tirib olib, parchalanmay, chilakning o'nig'lay o'nig'anday jigarni may qaplashni kelib chiqardi. Shuning uchun amal bo'lsa sirtdan tomoq yeb qolishni oz qildi. Sirtdan tomoq yeganimiz bak bir cho'ng koyib ketmay, uy tomoqlarini oddiy tomoqni qilib sayli tomoqni ko'proq yeylik. Bundan keyin mushu haroq tomoq. Buni desam bilasizlar, bevosita yurak, böbrek, jigarning besimini yuqoritib tumunun ishki divarını zaxmlandirib, qon tumuni tarqatib soatda jigarni may qaplashni, yana jigarni zaiflashni kelib chiqardi. Bunga qo'shimcha ranglik ichimlik, sovuq ichimliklar haddidan ziyoda jigarning mizojini buzib, yana jigarning sovuqini oshirib desak bo'ladi. Yana bu jigar iqtidorini normal joyiga qo'yolmay, jigarni may qaplash, jigar yallig'i, jigar zaiflashni kelib chiqardi. Oxiri bir muhim omil kayfiyat bilan uyqu. Kayfiyatni yaxshi tutmasangiz, puli achchig'inib, puli qaqshab, puli yig'lab, beshik ko'ngilga olayotgan ishlab qolsa, jigarning, yurakning besimi yuqoritasiz, uyqungiz qochib, qon besimi yuqorilib ketadi. Endi bu uyqu yaxshi bo'lmasa-mu, kechasi yaxshi uxlayolmasak, yurakning besimi ortib ketib, qon besimi paydo bo'ladi. Qon besimi paydo bo'lgandan keyin bizning ichki reys a'zolar qon yetishmaydi, ichki reys a'zolarniki zaiflashni kelib chiqardi. Mush to'g'risida yana nima uchun qon besimi bo'lib qolsa, ichki reys a'zolar qon yetishmaydi degan to'g'risida ikkilar uchun so'zlaymiz. Ham o'zimizning gapiga kelsak, yuqorik aholini cheklagach, siz cho'qim ko'proq harakat qiling, badan ig'irligingizni kontrol qiling. Samirib ketganda cho'qimdan cho'qim uxlang. Semizlikim davlatim deyotgan zaman emas. Burungi vaqtda ochilang'ash qilayotgan vaqtida semizliklar bunda so'ylab yutdi. Ya'ni boylikning ifodasidir. Hozir bir samirib qolganlik hargiz boylikning ifodasi emas. Ikkinchidan, ho'l meva-chevni bak ko'p yeyishni tavsiya qilmayman. Say ko'ktatni ko'p yeng. Su, ya'ni mineral su, normal temperaturdagi yoki jigarni yaxshilatgan chayliqni tanishib, choy ichib ko'ring. Bundan keyin imkon sharoit bo'lsa, uydan tomoq yeylik, ko'proq harakat qilib ko'ring. Film sizga arzgan bo'lsa, yurak belgisini besib o'ting. Meni qo'shmoq qarindoshlar qo'shib belgisini besib o'ting. Kunda sarxil mazmunlar, mushu Ruzi City nomimizda bor.